Assalomu alaykum hammaga. Bugungi sotuvimizda kraskalar absolutni top-toza bo'lgan VAZ 2111 avtomobili. Bundan tashqari mashinamiz polni injektor motorda. Ko'rishlaring mumkin. Injektor motorda, akkumulyatorlar yangi holatda. Bundan tashqari mashinamiz antifrizda, pechkalari yo'q, hamma yo'g'i soz holatda, hadovoyda ham ishlari yo'q. 4 ta ballonlari yaxshi holatda. Xo'p, kraskasiga keladigan bo'lsak, mana shu joyda ozgina kraskalari bor. U bir 10% gina ozgina zaynab qolgan joyiga sepilgan. Mana orqa holatlarini ko'rishlaring mumkin. Zapaskalari radnoy zapaskada turibdi. Mana qo'llarini ham ko'rishlaring mumkin. Ideal holatda turibdi. Xo'p, salonlariga kelamiz. Salonlari ham mehr berib qo'yilgan, tiniq holatda salonlari ham. Ushbu mashinamizga qiziqadigan odamlar bo'lsa, bemalol egalarining nomerlarini pastga qo'yib ketamiz. O'zlari bemalol aloqaga chiqib, batafsil boshqatdan so'rab, uni bilib olsalaring bo'ladi. Mashinamizga $2000 narx aytishyapti. Sunnatiga ozgina o'tib berishadi. Bemalol egalari bilan savdolashib olsalaring bo'ladi.